Kela 2022-yilda eng ko'p sotilgan markazdan bittasi Hyundai Sonata avtomobili. Okala 2022-yilda ishlab chiqarilgan, boshlang'ich to'lov $3000 ko'rgansizlar, aniq. $2500 ko'rgansizlar, aniq. Okala Hodi avtodan $800 boshlang'ich to'lov bilan mana shu Hyundai Sonata avtomobilini sizlarga chiqarib berishga tayyor turibmiz. Naqd pulimizga sotib oldik, naqd pulimizga endi xudo xolasa sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Mashinaning holatlari ideal holatda, eng full paysa sizlar ko'rgan $3000 bilan chiqadigani bu bezlyuk edi. Instagramda hamma yoqda aylanib ketdi, trend bo'lib ketdi. Mana shu eng full lyuklari bilan bunisi okalar. Gamiga o'zi mashina 6,5 ta, 7 ta rasxod qilsa, okalar metan gazigacha qo'yib qo'yibdilar-da. Men aka, siz ham bir past odam ekansiz deb qo'ya qoldim. Mana okalar 94 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bundan tashqari o'ziga yarasha rejimlar bor. Sport rejimda yuradi, eko rejimda yuradi, smart rejimda, komfort rejimda yuradi. Xullas, rejimlari ko'p. Buni olib turib maza qilib haydaysizlar. Klimat kontrollari, kruz kontrollari, hamma narsalari o'zgacha mashina. Orqalari ham, vida juda ham klassik, menga shunaqa yoqadi, klassik mashina. Xullas, okalar $800 boshlang'ich to'lov berasizlar, $850 yana qo'shimcha xarajatingizga pulib kelasizlar. Общий $1600 ga hamma xarajatinglar bilan bitib ketadi. Mana shu avtomobil. Bitta pasport 12 ta viloyat, xohlaganingizcha kelib mashinani tekshirib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hyundai Sonata avtomobili. Podpiska bilan like esdan chiqmasin, do'stlar.